Salomlashuvchilar, bugun sizlar bilan Object Oriented Programming olamidagi juda muhim, ammo ko'pchilikni chalg'itadigan mavzu haqida, ya'ni abstrakt klasslar haqida gaplashamiz. Tayyor bo'lsangiz, unda boshlaymiz. Abstrakt klassda bir yoki bir nechta abstrakt metodlar bo'lishi mumkin, lekin bu majburiy emas. Ya'ni abstrakt klass hosil qilishimiz uchun abstrakt kalit so'zi bilan klassimizni e'lon qilish kifoya qiladi. Agar klassda abstrakt metod mavjud bo'lsa, u klass abstrakt klass bo'lishga majbur. Keyin endi bularni kodda ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan abstrakt klasslarni ko'rib chiqamiz. Buning uchun men onlayn kompilyatör ochib oldim. PHP da ishlaydigan. Mana run qilsak, echo funksiyamiz ishlab turibdi. Endi biz klass yaratib olamiz. Birinchi oddiy klass animal, ya'ni hayvon klassini yaratdik. Bunda public function run metodi bo'lsin, echo animal is running deb qo'yamiz. Endi bundan obyekt olamiz. Animal new animal. Endi buni metoddan chaqiramiz, run degan. Buni olsak, mana animal is running. Endi biz buni abstrakt qilib e'lon qilsak, bu abstrakt klass bo'ladi. Bu abstrakt klass bo'ldi. Endi buni run qilmoqchi bo'lsak, error beradi, chunki bizda abstrakt klassdan mana bunaqa new qilib obyekt olib bo'lmaydi. Umuman olganda obyekt olib bo'lmaydi. Buni boshqa klasslarni bundan extend qilib ishlatsak bo'ladi. Misol uchun dog degan klass yarataylik. Dog. Buni extends animal deymiz, ya'ni dog nomli klassimiz animal klassdan extend oldi. Yana buni qo'shimcha public function speak deylik. Echo wow deb gapiradi. Endi bunda mana dog klassimiz animal klassidan extend oldi. Endi bunda dogdan biz obyekt olsak, o'zi shunaqa nom bilan tursa ham bo'laveradi. Mana animal deb o'zgaruvchiga shuni dog deb qo'yaylik, chalg'irmaslik uchun. Ya'ni dogni oldik. Bu o'z navbatida animaldan extend olgani uchun unda run degan metod ham bor, speak degan metod ham bor. Ikkalasini ham chaqiramiz. Dogdan birinchi run qilib ko'ramiz kodimizni. Animal is running. Endi yana bitta metodi bor, dog speak. Mana wow bu ikkalasi qo'shilib qoldi. Mana bu yerda mana bunaqa qilib qo'ysak bo'ladi. PHP oildi. Yo'lmidi? Da, yo'l ekan. Enter tashlayveradi. Mana birinchi funksiyamiz ishladi, ikkinchi funksiyamiz ishladi. Abstrakt klassdan to'g'ridan to'g'ri obyekt olib bo'lmaydi, lekin abstrakt klassni boshqa klassni abstrakt klassdan extend olib ishlatsak bo'ladi. Bundan tashqari bunda abstrakt metoddan qo'shishimiz mumkin. Abstract mana bu metodda abstrakt metod qilib qo'ysak bo'ladi. Mana endi agar mana hozir run qilsak hech narsa o'zgarmaydi, ishlayveradi. Lekin mana bu bo'lmasa xatolik berib qoladi. Buni speak emas, show deydik. Show emas. Mana bu voice ovoz.
bilganimcha yozib ingliz error beryapti. Chunki nimaga error? Mana bu abstract method child klassda aniqlanishi shart bo'ladi-da. Shuning uchun mana bu spec deb bu yoqda tana qismini yozib qo'ysak, bu yana muammosiz ishlayveradi. Xo'p, abstract klassni hosil qilish, mana abstract so'zi bilan. Keyin abstract klassdan extend op ishlatish. Keyin abstract method voris klassda aniqlanishi shart, bo'lmasa error berishini ham ko'rib o'tdik. Xullas, qisqacha abstract klass haqida shu. Keyingi darslarda yana bundan qiziqarli mavzularni yoritishga harakat qilamiz. Rahmat, salomat bo'ling.